Bismillahirrahmanirrahim va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 27-dekabr 2025-yil Al-Nabaviy masjidiga tahajjud namozini o'qiganim ketyapman. Soat 4 ertalabga. Bundan 3 yil oldin dadam o'sha 27-dekabr kuni mana shu joylarda Madinada Alloh dargohiga rihlat qildilar. Joylar jannatdan bo'lsin. Bu mana shu Madina payg'ambarimizni gumbazlariga, masjidlariga yaqin yonlarida Jannatul Baqiyda orom olyaptilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Jannatul Baqiyda yotgan barcha sahobalar, barcha musulmonlar joylarini jannatdan